Mana shu mashinani loboyini 2 marta yopishtirgan akalar. So'nzashtani. Ikkitada zo'r o'xshadi, bittada o'xshamadi. Har doim ham zo'r, har doim ham yaxshi ko'rmaydi. Orada shunday bo'ladi, lekin alhamdulillah juda ham. Bitta qaranglar, chang umuman tushmagan. Mana polni ko'rsating. Ideal chiqish uchun mana shu joy jichcha siniq bo'lib qoladi. Menda kley ham bor ekan. O'zimga yoqmasdan shilib yordi akalar. Qimmat qilasiz degan akalarga biz sifat uchun ishlaymiz. O'jon akalar, mana ko'ringlar. Mana tochka hech qanaqa nuqta yo'q-ku. So'nzash turib berdi. Qora so'nzashda sal to'g'lanib turibdi. Oldi eshikda tonirovka yo'q. Uje 6,5-7 shonmahal. Polsfera bo'lsa tonirovka urib berdi. O'zi qoraytirilganini ustidan urib berdi. Bunga ham so'nzashtasi bor. Taxminan 900 mingga aylanadi yoki 800 mingmi lekin dogovorda boshqacha bo'lib ketdi. Plyonka qoraytirilganini ustidan. Loboy so'nzashda mana. Xudo xolasa, mana shu mashinani chiroyli qilib berdik. Shunaqa gaplar akalar. Har doim videoda zo'r chiqdi, mana bunday qildi deymiz-ku, lekin uni o'ziga yarasha mashaqqati bo'ladi, lekin sifat birinchi o'rinda. Ko'rsatayman, juda chiroyli chiqdi. Endi kesalar quriganda kazirovkani urib beramiz, stoykasini sepib beramiz. Mashinani topshirib yuboryapmiz. Bitta ishimizga baho berib, o'zlaring qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar, lekin juda chiroyli chiqdi.